ertalabdan miyaligi nagruzka. Plus 145-maktabga oldidaman. Mana bu fontan. Bu maktab oldida joylashgan. Endi bolalar maza qilib o'ynasa kerak. Buni qurgan odamga meni ikkita savolim bor. Birinchisi, bu kasbni o'zgartirib oladigan joy emasmi? Ikkinchisi, Maldiv orollarida hozir kayf qilib dam olayotgan bo'lsangiz kerak, chunki pul tejash maqsadida mana bu nimadan qurilgan bu? Biz hozir sasib yotibdi. Katta ehtimol tegi musor. Buni tuzatishga yana pul ajratiladi-da. Prostachi mana bu arxitektor degani ko'p narsani hisobini oladi. Tak, qayerda joylashgan, o'tdan kim o'tadi, soat nechida o'tadi, quyosh qayerdan chiqadi, polni hammasini analiz qilgandan keyin maktabning qoq o'rtasiga 10 santimetrli plitadan fontan yasashga nima materiallar pokey, albaster, zubnoy pasta, rolton, gipsokarton. Yaxshi gumonda bo'laylik, balkim prosta kimgadir yoqish uchun qurilgandir.